Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom olish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammalarning mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Talas Story ekraniga xush keldinglar qarindoshlar. Bugün men yana qarshinglarda Talas Story'ning riyosatchisi Dilyar Musabay. Bugün bir burundan men bir va'da bergan bir tema to'g'risida bir programma, yani mening xalqimizga bo'lgan bir qazim bo'lib qolgan bergan bir so'zimni yeriga keltirish uchun bu programmani qilyapman. Bugungi temamiz ijtimoiy fanlarda hukmlar masalasi deb mavzu qo'ydik. Bu burundan men ta'kidlab kelayotgan nuqtalarning birisi va bu to'g'risida bir programma qilish to'g'riliq so'z berganimga bir qancha yil o'tib ketdi. Shuni bugun bu temada bir programma qilishni to'g'ri ko'rdim. Ama bu yerga kirishdan burun men 1 minut vaqt beringlar, men ishkili naq maydonlarni tekshirib o'tay qarindoshlar. Ovozim chiqyapti deb o'ylayman. Oldi bilan bugungi temaga kirishdan burun hammamizning xabar bo'lgandek, Sharq Turkiston ulusal komandasi Konifa Osiyo Olimpiadasida qatnashdi. Ki tunji to'pini kirgizdi, tarixidagi tunji bir maydon g'alabasini qo'lga keltirdi, bo'lib Tibetga qarshi. Ve ahirgi hal qilishda uttirib qo'ydi. U yerda birinchi qitim qatnashgan bir komandaning chempion bo'lishimi uni kutsak-mi to'g'ri bo'lmaydi, ammo cho'ng bir tajriba yig'di komanda nuqtasidan aytganda. Ammo disconnected. Okay. Aslida nima ulandi deganda uzilib ketdi degan xatlar chiqyapti, masala yo'q deyman. Tamam. Yani birinci qitim qatnashgan bir komandadan butunlay chempion bo'lishini kutsak to'g'ri bo'lmaydi. Ammo cho'ng bir tajriba qozondi. Uningdan muhim yeri bir cho'ng bir tarix yozildi. Yani bo'libmi Tibet bilan bo'lgan musobaqa, balki de 100 yil burun atishda o'ynalgan Eksak Huseyniya Eksak komandasi bilan İngiliz ve Şivit konsul komandaları o'rtasida bo'lgan musobaqaga o'xshash. Xuddi bugunmi uni unutmaganimizga o'xshash, kelgusi 100 yillargacha unutilmaydigan bir musobaqa bo'ldi. İnşallah ikki mustaqil va qo'shni davlat bundan keyin musobaqalarni o'ynasa, ya'ni oldimizdagi yillarda 100 yillargacha musobaqalar o'ynalsa, ana shu Londonda o'ynalgan 6-4 natija bilan biz g'alaba qilgan mushu musobaqa 100 yillargacha xotirlangusi inşallah. Şunun için Sharq Turkiston ulusal komandasını chin yuragimizdan tabriklaymiz. Taraqquzgan, shu ishga mehnat qilgan barliq qarindoshlarning aymasidan Alloh rozi bo'lsin. Andiki yana ikki xo'sh xabar keldi. 2027-yil Dunyo Olimpiadasiga qatnashish salohiyatiga erishibdi. Ondan boshqa rasmiy bir işte tantarbiya kiyimlarini tikadigan bir shirkat Sharq Turkiston ulusal komandasiga 4 yillik kelishim tuzibdi. Sharq Turkiston ulusal komandasining kiyimini ta'minlaydiganga. Bu biz uchun texnik bir xo'shallik xabar. Chunki shu shirkatning tor bozorlaridan biz mesela 9-numur Abdushukur deb ismi va Sharq Turkiston ulusal komandasining kiyimini formasini sotib olaymiz. Ve bundan keyingi musobaqalarda biz futbolchilarimizning numeri va kiyimini olib, ularning imzosini qo'yg'izishni talab qila olamiz. Yani futbolun kasbiyleşişi başlandı. Bir kasbi yerga qarab mingyapti. Yani bugünkü FIFA mı mana shunda qurilgan. Aşında 5-4 komanda bir yerga kelib o'ynash bilan boshlangan. Bugun nega keldi qaranglar. Shuning uchun Sharq Turkiston ulusal komandasining Konifaning ham texmo kasbi, texmo yuqori saviyalik bir nuqtaga yetish uchun taraqqiy qilib menishiga tilakdoshmiz va Sharq Turkiston ulusal komandasini qo'llash uchun bundaki iyani shaklida emas, balki formasini setilish shaklida mi qo'llay oladigan yana bir yo'l ochildi va komandaning kasbiylish qadami besildi. Bu hammamizga muborak bo'lsin.
Başta deganimdek, onunğa ecir qilgan, ter tökküzgen yoki ter tökken barliq qarindoshlardan Allah razı olsun. Bu biz üçün bir 100 yıllık bir ruhni ve bir devletçilik ruhini tiklaydigan bir intayin muhim bir narsamdi. Şunun üçün bizning devletçilik ruhimizning tiklanishida bu komandanın rolluğu sel qarashqa bo'lmaydi. Anki potpolning başqa tantarbiya turlariga qaraganda shu devletçilik idisi yaratish ve devletlerin siyasi ahvaliga ta'sir ko'rsatish ve hatta devletlerin siyasi jihatdan egilik huquqi var degan devletlerin necha parçalab o'tish rolini o'ynaganligini biz tarixda ko'ramiz. Mesela Yugoslaviyaning parchalanishi bir maydon potpol musobaqasi bilan şu nuqtaga urilgan, yani şu başlangan Yugoslaviyaning o'rilishi sebep bo'lgan narsa bir maydon potpol musobaqasi edi. Şunun üçün Şərq Türkistanның müstəqillik ideyasını yaratish emas, Şərq Türkistan müstəqilligining piltisiga ot yaqadigan narsaning shu Şərq Türkistan ulusal komandasi bo'lib qilishiga tilakdoshman qarindoshlar. Shunga endi programmamizga kelsak, ijtimoiy fanlarda fuqumlar meselesi deb mavzu qo'ydik. Bu biraz nazariyasini amalga tashlashga tirishim, nazariyasini kirmaslikka, hatta hech so'zlamaslikka tirishim. Bu ijtimoiy fanlar sohasidan kelmagan kishilar uchun biraz zerikishlik bo'lishi mumkin, ammo ingliz tili yoki turkcha biladigan, uyg'urchaga qo'shib qarindoshlarga bu qiziqishi mumkin buningga. Ya'ni bugun bizning tilimizda biz tarixchilik yoki tarix kitapları ve tilşunaslıktan ibaret ikkili ijtimoiy sahani o'rganamiz. Tarixşunaslıkning nazariyasini demedimmi? Tarix o'zini o'qib o'rganishimiz mumkin. Lekin tarixşunaslıkning nazariyasini o'rganmaymiz. Tilşunaslıkni o'rganamiz, ama onundan başka hech qanday ijtimoiy fanni o'rganmaymiz. Bugungi Uyg'ur tili bilan, bugungi bizning tilimiz bilan. Bu mening iddaoim. Nima uchun deb so'rash mumkin qarindoshlar. Uningga men bugungi programmaning maqsadi zaten shuni tushuntirish. Shunga bugungi tema biraz ijtimoiy fanda seviyesi bor kishilar uchun, yoki ingliz tili yoki turk tilini biladigan qarindoshlar uchun va uyg'urchani albatta. Qarindoshlar uchun tushunishlik bo'lishi mumkin, ammo boshqa tilni bilmaydigan, shu bugungi uyg'urchadan boshqa tilni bilmaydigan qarindoshlar uchun biraz tushuniksiz bo'lib qolishi mumkin. Ammo tushuniksiz bo'lib qolsa mening amalim yo'q, ammo tushundigan qarindoshlarning biraz diqqat e'tiborini berishni umid qilaman. Va beshida iddaoimni atay, bugungi bizning tilimiz tarix kitoblarini o'qish ve Uyghur tilşunaslıktan başka hech qanday ijtimoiy fanning boshqa sohalarini o'rganishga yetmaydi. Yetmaydiganlarning birincisi tarixşunaslıkning nazariyasini o'rganishga yetmaydi. İnsanşunaslıkni o'rganishga yetmaydi, jamiyatşunaslıkni o'rganishga yetmaydi, siyoset ilmini o'rganishga yetmaydi, xalqaro munosabatlarni o'rganishga yetmaydi. Bu mening iddaoim. Oxirisida bu iddianı aldı koyuvetken dikin, andikin bu iddianı ispatlaş için bir qancha misallarını berme ve ahırsı da bu meselenin qanday hal qilib bo'ldiganligi to'g'riliq teklifimni berme. Ve bugünkü programının aciz noktasını biraz akademik o'qishga akademik shartlarni o'rinda o'tay. Bugünkü programının aciz noktasını aldın itiraf qilib o'time. Yani asli bu temada 30 yoki 50 tane sözünü misal ilib turib bir akademik ilmi maqala izlesh kerak. Ekranda programı ile el olduğu iş emas. Onu ben bilip duruptum. Ne çıkıtım bu temada ilmi makalını özem yazış, doğrusu akademik makalını özem yazış doğrusu da ne çıkıtım temşeldim. Lekin rastın desem besteliş bilen toxtab kaldım. Yani bu iş mi bana kaldı mı yani degen nesi bilen. Şuna ama qarindoshlarga söz verdim bu temada bir programı kıldığım doğruluk. Şuna bugün şu sözümünü yere keltiriş için, şu sözümünü turuş için bu programını kılvatım ben. Qanday olsa bugungi bizning Uyg'ur tili deb atalgan, amaliyotda bu Şinjancha tili bo'lgan bu tilning bugun qaysi ahvolda ekanligini bir ko'rib chiqaylik. Buningga bir aq ko'rinish berib o'tay, nimdati deb qolmanglar. Bizning Qarxallar davridan kelgan Haqaniya turkcha degan bir tilimiz bo'lgan. Keyin u til taraqqiga 1000 yilning oldida, keyin u til taraqqiy qilib
Çağatayça degan bir şeklini elip, bu Çağatayça ta ki 1955 yılı Şinjan Uyghur Abdunum Rayonu degan atalmış bir yalgan siyasi birlik gevde kurulgangacha 1955gacha bizning tilimiz Çağatayça idi. 1955 yılı yani Çağatayça deb atalgan Türk tili idi. 1955 yılı bizge Şinjan Uyghur Abdunum Rayonu degan bir siyasi qalpak kelgandan keyin bu tilning ismi bir kechada Uyg'ur tiliga o'zgardi. Ondan keyin bu tildeki devlet başkurduğun, devlet kurduğun, siyaset bile hep bilişidiğin sözler birden çıkarıp etildi. Şu Abdunum Rayonluk atalmış Abdunum Rayonluk til Kassapları Komitesi de isim koydu ya Abdurrashid Qarloh malum. Naq şu til Kassapları Komitesi tarafından bu til qatl qilindi. Parçalandı, kesildi. Devlet üçün mühim bo'lgan eng mühim sözler birden çıkarıp etildi. Bugün bizning yani 55 yılga kelgan Çağatay Türkçesi olan tilimiz ötken 70 yıl 80 yılının yaqı olan katliam ve kassaplık bilen arqılık şundaq bir yerge keltirildi ki bugünkü Uyghur tili deb atalgan bugünkü bu Şinjanның tili bir kabilenin tilinden farqlanmaydigan halda o kadar aciz, o kadar siyasetini sözlügülü bulmaydigan, hatta şikeden bir sürü paranlaşsa birdemde soqışıp kaladigan bir til halıga keltirildi. Addi bir misale Uygurca'da please nenim deymiz. İngilizce'de come in please deydi. Biz merhamet kirin deymiz. O da olsa forgive me please nenim deymiz. Merhamet beni keçirin demdik. O bugünkü tilimizde please degen söz mü yok. Mesela İngilizcesi please, Türkçesi lütfen, Xitaycısı Çin, Uygurcusu yok. Merhamet kirin deymiz, please come in, lütfen giriniz deydi Türkler, Xitayla Çincin deydi. Uygurcuda merhamet kirin deymiz, tamam. Bunun kendi please forgive me, lütfen beni affet deydi Türkler, Xitayla Çin yüelliyan o deydi. Uygurcuda merhamet beni keçir demdi. Tam aş please degen sözni, Türkçede lütfen degen sözni ifade kıldıgan bir sözni mi koymagan bizden tilimizden. Ondaqda Çağatayçıda qandaqdı ahval. Men bugün seliştirip o kadar trajikomik nesler var ki bunun işte. Tragi komedilik nesler var ki adam ya külüşünü ya yığılışını bilenmey kalıdı. Şuna başta dediğimde aslında 30-40 sözüyle ya ki 50 sözüyle bunu makalık bir yazışım gerekti. Ama bu bir saatlik programda onu kıpılanmağalığım için en canlılık bir 6-7 tili misalını aldım. Belki onu sözlekmiş bir saatine ara yetişi mümkün. Onun kendim biz Çağatayçı qarab çıkımız. Ve yeni bir iddianı koyayım. Bugünkü zamanevi siyasetini, bugünkü modern zamanevi dünyadaki siyasetini düşünüşke bugünkü Şinjan Uygurcusu yetmeydi ama 55 yılının aldıdaki 500 yıl bizden tilimiz olan Çağatayça bugünkü siyasetini düşünüşke yetiyordu. Bunun ispatını tüvenli görüp çıkımız kayındaşlar. Ondan sonra misallar bilen kileyli. Aldı bilen. Hazırki tilimizde biz İngilizce'deki state degen sözünü devlet ya ki ştat deymiz. Country degen sözünü devlet deymiz. Nation degen sözünü olsa devlet, millet, xalq deb üç xilga qilamiz. Unda olsa siyaset ilminin şu devlet yoki İngilizce'de state, country, nation münasebetleri degende bir siyaset ilminin nazariyasida manda bir savol var. Should state serve the country degen cümleni biz hazır bugünkü Uyghur tilimizga tercüme kılaylı bunu nim deb tercüme qilamiz desek bunu mandaq tercüme qilamiz. İki xil ihtimallik var. Birincisi devletga xizmat qilish kerakmi deymiz. İkincisi ishtat devletga xizmat qilish kerakmi deymiz. İştat deganni qoldirib o'tay. Çünkü siyaset ilmida state degan gap bizning tushungan ishtat ma'nosida kelmaydi u yerda devlet ma'nosida keldi. Shuning uchun ustidagi jumla qaraylik. Devletga xizmat qilish kerakmi degandiki birinchi yeşil devlet state degan gap, yeşil bo'yab qo'ygan. İkinci devletga xizmat qilish kerakmi degandiki qizil devlet olsa country degan gap. Ya'ni biz ikki so'zni bir so'z bilan ifodalashga
Yani devletga xizmat qilish kerakmi degan bir hech qanday logikalik ma'nosi yo'q. Bir g'ayri hajviy bir jumla chiqadi. Yani o'ziga xizmat qilish kerakmi devlet. Ama ingliz tilida state country yani state countryga xizmat qilish kerakmi deyotgan jumlani bugungi tilimizda tushunmaymiz. Nima deyotganini. Bu bugungi tilimizda hozirgi ahvol to'g'riliq birinchi misol. Öndeki ikinci söz nation. Bu bugünkü siyaset devlet kuruluşu da nayet mühim dep ben bunu sözlü yapılışıvat kılı uzun buldu. Bu doğrusu da mı? Nimisini oylap bakaylı. Bunun astığı aldığı misal bir kaptı. Mesela yani hata yazıp koyuptum astedeki cümlelerini oylaşmayı durumla. Mesela birincisi nation degen sözünü biz tercüme kısak. Devlet, millet ve halk dep tercüme kılıyoruz. Okşumaydı yani. Nationality degan vaqtida davlat davraligi deb tarjima qilamiz. International degan ekanda xalq deb tarjima qilamiz, xalqaroliq bo'ldi. Ya'ni uchchilisida nation degan so'z bor. Birisida millat deymiz ang ustidikisini. Nationality desa davlat davraligi deb davlat deb tarjima qilamiz. International desa nationni xalq deb xalqaroliq deb tarjima qilamiz. Bir so'zni uch xil tarjima qilib olamiz. Izchillik yo'q. Şunun üçün İngiliz tilideki nation degan sözün zaten nima ma'noda keldigini tushunmaymiz. Haqiqiy ma'noda tushunmaymiz. O davlat deganmi gap emas, millat deganmi gap emas, xalq deganmi gap emas amaliyotda. Xo'sh. Keyingi nima kelayli. Undan sonra Türkçeге qarab baqaylik qarindoshlar. Türkçeге. Bugungi Turkiyaning Türkçesiga bir qarab baqaylik. Türkiye'nin Türkçesinde şunda bir qiziqarli narsani bayqaymiz ki state deganni devlet deydi, devlet emas çünkü devlet deydi. Nation deganni yoki millat yoki ulus deydi. Country deganni ülke deydi. Yani bayatınki cümleni tercüme qilsak, ma'noning ostidagi should state serve the country deganni state'ni devlet deydi, country'ni ülke deydi. Bu cümleni tercüme qilganda devlet ülkeye hizmet etmek zorunda mı degan şekilde tercüme kılalaydı. Yani state degeni devlet, nation degeni ulus yoki millet, country degeni ülke. Türkçede, bugünkü Türkiye Türkçesinde. Ondan sonra biz aslında bizning 55 yıldan aldığımız Çağatayçımızga qarab baqaylı. Çağatayçımızda bu sözlerin hammasi var. Yani Çağatayçıda ulus degan söz xalq, el, millet degan ma'noda keladi. Amma yoki Çağataycıda. Onki ülke degan söz memleket, vatan, imperiya, xalq, ülke, zimin degan ma'noda keldi. Eng muhimi üçüncüsü devlet degan söz bugünkü bizning tilimizda davlat, hukumat, boylik, pul, mol, mulk, baxt, saodat, omad degan ma'noda keldi. Bu yerda shundaq bir narsani ko'ramiz. Oldi bilan ostidan kelay davlatdan. Bugünkü bizning davlat deydigan gapimiz amaliyotda Şinjanca aham. Xitaylar o'zgartib etgan imla. Yani tilning psixikasida, tilning kuchida bir so'zning qanchalik chiqishi, qanchalik fasohatlik va urg'uliq chiqishi u intayin muhim narsa. Bu tilshunoslar menda yaxshi biladigan narsa bu. Devlet degan so'zning Çağataychidagi bugungi davlat deganga aylantirilishi amaliyotda bu yana bir qassoblikning bir isboti. Endi bugungi turklar devlet, ulus, ülke degan so'zni bugünkü yani bu sözler ularga Osmanlıcadan keladi. Bugünkü zamonaviy siyosiy hukmlarni ifodalash uchun bugünkü Türkçesinin bularning Cumhuriyetdan keyingi Türkçesinin yetmagan yeriga Osmanlıcadagi so'zlarning ma'nosini azroq o'zgartib turib ilib bugünkü zamonaviy so'zlarni ifodalashga ishlatganligini ko'ramiz. En tipik misali ulus. Ulus degan söz burunqi Osmanlıcada xalq, amma degan so'zga o'xshash. Yani bizning Çağataychiga o'xshash ma'noda kelgan so'zni ma'nosini azroq o'zgartib turib bugünkü zamonaviy Westfaliya sistemasidan keyin Fransiya inqilobidan keyin chiqqan yangi hukm bo'lgan nationni ifodalash uchun Osmanlıcadan ulus degan so'zni og'anligini ko'ramiz. Biz bo'lsak
Çağatayçımızdan xəbərimiz olmağaşqa, özümüzdən ecdadının tilindən xəbərimiz olmağaşqa, nation-nimi dövlət, state-nimi dövlət, country-nimi dövlət deb tərcüm qılaşqa, dünya siyasetinin, siyaset ilminin nimiligini düşünüşkümü kallımız yetmegen asasda danqan putu gapni qilib jurvatimiz. Ama Türkler bu meseleni Osmanlıcıdan iliş arqılı hal qilib bo'lganini ko'ramiz. Onki yana bir Xitoyning til qassabligi bizning tilimizni qassablik qilganining yana bir isboti nima deganda, Çağatayçıda aslında sanğanda ikkinchisi o'lka degan bugungi Türkçedagi o'lka asli. Country degan gap. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'da 193 devlet var emas. U yerda 193 devlet yok. U yerda 193 country var. O country degani asli bizning tilimizda o'lka deydi. Ama Xitoylar bu o'lka degan so'zni Xitoychadagi shen degan darajaga tushirib qo'yg'ashqa, bugun biz o'lka desa Jansu o'lkasi, Bijnima o'lkasini, Xanan o'lkasi deganni bilamiz. Yani Xitoyning tilimizga bosqinchilik qilganining yana bir isboti bu. Amaliyotda o'lka degan country degan gap inglizcha. Bu Türkçede Osmanlıcadan ekegashga shu biti bog'biladi. Yani til qassabligining yana bir namoyandisi. Endi bu da aqibatga qaraylik. Yana bir bugungi siyosat yoki qonunda eng muhim so'zlardan birisi. Legal bilan legitimate. Ben aldı bilen bundan İngilizcesini bir köstüytey. Qarindoshlar, mani bu bek zil bek chunqur murakkab narsa bo'lg'achqa men ChatGPT tilida so'rdim. Ya'ni inglizchadagi legal degan so'z bilan legitimate degan so'zning farqi nima deb. Bu yerda inglizcha ChatGPT shunda javob berdiki, legitimate degan so'z axloqiy asosi bo'lgan, ijtimoiy jihatdan qabul qilg'ili bo'ladigan va mantiqlik darslarni legitimate deydi. Legal bo'lsa qonun jihatdan yo'l qo'yilgan qonunliq narsalarni legal deydi. Legitimate bo'lgan narsa cho'qim legal bo'lmaydi. Bunga misol berdi aslida. Masalan, bir hukumat, bir davlat yoki bir hukumat qonunliq bo'lishi mumkin. Ammo u legitimate bo'lmaydi. Axloqiy asosi bo'lmasa, u legitimate bo'lmaydi. Ba'zi narsalar qonunsiz bo'lib legitimate bo'lishi mumkin bo'ladi. Ba'zi narsalar qonunliq bo'lib legitimate bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Masalan, yana ba'zi narsalar qonunliq bo'lib legitimate bo'lmaydigan narsalar yana birisi, masalan, bajda az ko'z tutib turib az to'lash, balkim qonunsiz o. Yani qonunliq bo'lishi mumkin. Legal bo'lishi mumkin, har xil isbotlarga, chiqimlarni ko'tirish orqali. Lekin u legitimate mi? Uni axloqiy asosi bormi deganda yo'q. Shuni bu ikki so'z amaliyotda o'xshamaydi inglizchada. Ammo bugungi bizning Xinjiang Uyg'urchasida yoki Xinjiangchada qarab boqaylik. Legal nima qonunliq deymiz bugungi lug'atlarda, legitimate nima qonunliq deymiz yoki yo'lliq deymiz. Onundikin legitimate'ning qarshi ma'nosi va illegitimate kelganda ish texmi barbod. Ya'ni qonunsiz, yo'lsiz va haromdan bo'lgan deb chiqadi bugungi lug'atlarda bu so'zning ma'nosi qarsanglar. Ana ikki jumlaga qaraylik inglizchadagi. Buni birinchisi abay deganimdek inglizchada bir so'z bor, jumla bor deydi, buni tarjima qilib boqaylik. Your government may be legal but it's illegitimate degan so'zni bugungi Xinjiangcha bil tarjim qilsak, sening hukumating qonunliq bo'lishi mumkin, ammo qonunsiz deb tarjim qilasiz. Hech kim yo'lsiz hukumat deb tarjim ishlatmaydi uni. Illegitimate degan gapni. Hammasi qonunsiz deb ishlatadi. Ya'ni sening hukumating qonunliq bo'lishi mumkin, ammo qonunsiz degan jumlada logika bormi, ma'no bormi, mantiqi bormi? Bu Xinjiangchining bugungi ahvoli. İkincisi illegitimate şekliga qarab boqaylik, salbiy nuqtasiga, ya bo'lishsiz shaklidan da. İngilizchadagi ma jumlani tarjima qilaylik. The prince cannot ascend to the throne. He is illegitimate deydi. Shahzoda taxtga chiqolmaydi. U haromdan bo'lgan deb tarjima qilasiz bugungi Xinjiangchada.
Yani o'ttir asrdagi davrlarda bir shahzodaning taxtga chiqishi uchun cho'qim o shahzoda nikohliq tug'ilgan bo'lishi kerak. Nikohliq tug'ilganni bugungi Şinjanchida ifodalash halol bola, nikohsiz tug'ilgan bolani ifodalash uchun bugungi Şinjanchidagi so'z haromdan bo'lgan degan so'z. Bu bir tilmi shu, bu bir millatning tilimi shu? Yoki bo'lmasa qabilaning tilimi? Mesela İngilizce'de illegitimate prince deganni ularni İngilizce'de kechursizlar son of the besh demaydi. Shundaq-ku. Ama o illegitimate de bir fasohatli bir so'z var bu yerda. Nikohsiz tug'ilgan bolaga. Bugungi bizning Şinjanchida bu yerga ishlatilgan so'zimiz haromdan bo'lgan. Bu so'zlar men his qo'ymadim, shu qarindoshlar yulg'un lug'atini ishlatdim. Tarjima qilib berganlar jumlalarni nim deb chiqdik. Ya bizning Şinjanchimizning ahvoli bu, bugungi ahvoli. Yana kelaylik. Ma'biyam ChatGPT'ning narsa inglizchalik farqi. Endi turkchaga qarab boqaylik, shu o'xshash so'zda yana bir qitim. Bugungi turkchada legal deganni yasal deydi, yani qonunliq deganni yasal. Legitimate deganni mashru deydi. Illegitimate deganni haramdan bo'lgan demaydi bular. Yoki o çocuğu demaydi. Illegitimate deganni g'ayrimashru deydi. Bizning Chag'ataychimizga qarasak, 55-yil Xitoylar buzib o'tishning oldidagi tilimizga qarasak, mashru degan bir so'zni ko'ramiz. U vaqtdagi Chag'ataychidagi ma'no shariatga uyg'un qonuniy degan so'z. Ya'ni bugungi turklar legal va legitimatening farqini arish uchun Osmonlichidan mashru degan so'zni olgan va burungi shariatga uyg'un qonuniy degan ma'nosini o'zgartgan ve bugün İngilizce'deki ahlaki ve ictimai ahlaki asası var ve ictimai cihetten kabul kılındığın mantıklık neslerini ifadeleşte Osmanlıca'daki meşru diyen sözünün ma'nosini o'zgartib ekib ishlatgan. Shuning uchun bugun Osmanlıda mesela tarixida bir padişahning shahzodasi taxtga chiqolmaydi, chunki u g'ayrimeşru deb gapirdi. Bizga o'xshab haromdan bo'lgan deb gapirmaydi. Yani Cumhuriyet kurulgandan keyin Türkler özünün tilini qanday qilib güçlendirimiz, qanday qilib zamonaviy so'zlarni ishlatimiz. Bu zamonaviy so'zlarning qaysisiga Osmanlıcadan ba'zi so'zlarni shu bitdi, ba'zi so'zlarning ma'nosini o'zgartib akirimiz degan narsani o'ylashgan asosda bir tilini güçlendirib, bugungi tilni barliqqa keltirgan. Bizningki bo'lsa ishg'oldan keyin 55-yildan keyin qanday qilib bir davlat qura oladigan tilni kesip çoplap, kasaplık qilib, shilib, yulib tashlab, o'zgartib, buni qanday qilib qabilaning tiliga aylantiramiz degan shaklda manqalligi uchun bugungi holga keltirilgan. Mejbur holda. Mesela mashru degan so'zning Chag'ataychida borligini, uning burungi ma'nosi shariatga uyg'un qonuniy bo'lgan bo'lsa, bugun uni legitimatni ifodalaydigan axloqiy va ijtimoiy asosi va narsani ifodalash uchun biz buni nima uchun ishlatmadik? Nima uchun ishiltanmaymiz? Vatanda ishiltanmaymiz, tamam. Ama chet elda turklar qilganni biz nima ish qilolmaymiz? Ular Osmonlichadan elib tilini kuchlantirganmiz, biz Chag'ataychidan elib kuchlantirsak nima bo'pti? Degan bir savol chiqadi bu yerda. Texnik trajikomik narsalarni ko'rsatib qo'yay qarindoshlar. Yani mana bu bugungi turkchidan agarda biz Türkler Osmanlı'dan ağandek biz mi Çağatay'dan elip tilimizden o'ngshaymiz degan bir yo'lga kirdigan bo'lsak, u vaqtida mandaq narsa chiqdi. Birincisi, should state serve the country degandiki state'ni davlat deb olamiz. Yoki hatto Şinjancha davlat deb turaylik, qarindoshlar qabul qila oladigan. Country deganni o'lka deb olmaymiz, chunki o'lka desa hozir hamimizning kallasiga Jonsu keladi. Shu mamlakat degan ma'nosini olaylik countryning. Devlet memleketga xizmat qilish kerakmi desek, bu vaqtida state will country'ni o'xshash davlat deb tarjima qilmaymiz. Bu vaqtida memleket degan nima deb so'raydi qarindoshlar? Memleket country'ning definitionsini, ya'ni country'ning ingliz zotini uyg'urcha tarjima qilib, memleket degan mandaq narsa davlat bilan farqi ma'vu desek, ya'ni bir siyoset ilmini tushunishimizning yo'li ochildi birinchi qadami. İkincisi, abayqı cümle tercüme qilsak g'itmakdek bo'lib qolgan abayqı cümlege qaraylik. Your government may be legal but it's illegitimate deganni, agarda biz turklarning ishlatgan metodu bilan
Bizmi o'xshash ecdadımızdan söz icra etip durup işiltilgan bolsak manda boludu. Senin hükümetin kanunluk boluşu mümkün ama gayrimeşru dep qilamiz. Üçüncü cümlemi the prince cannot ascend to the throne, he is illegitimate degan söz ne? Elak şahsat taxt chiqolmaydi çünkü o haramdan bo'lgan degan söz ne? Biz bir pasahatlik bir milletde qilsak şahzade taxtga chiqolmaydi, o gayrimeşru dep qilamiz. Türkler işletken metodunu biz mi işletsek? Nurgun adamlar ben bu meşru ulus degan sözlerini işletsem bizdeki çalı savatlık, qarı qosaqlık, qapqarı cehalet şu yergacha beribdiki, bana Türkçüdün söze kirwatıdı, yoki Moğolçüdün söze kirwatıdı deydigan adamlarni jiq ko'rdim. Çağatayçı lug'atni hiç baxtimi hayatımda qerinishim. Bu sözlerinin hemmisi 55 yıldan aldıda senin ecdadın işletken sözler, Xitay yo'qitib etken sözler. 55 yıldan aldığı neslerde bunun hemmisi var. 1800 yıllardaki yazmalarda hemmisi var. Şunun için Türkler onda bir metod bilen bir narsani tushangili bo'ladigan shaklda qilib menibdi. Biz Xitayning tuzib bergan ilipbelari bilan Şahzade taxt chiqolmaydi, o aramdan bo'lgan degan bu seviyede bir qabilaning bir aqmas böyle nimening seviyesinde hiç qanday devlet ile alakası yok. Devlet kuralaydigan sözlerimi yok. Amazon'un boyudaki bir qabilalerdek ahvalda jurvatimiz bizden tilimiz. Önce tilimiz nahayet güçlü, bek pasahatlik deydi. Bu yerden bir biraz münasibetsiz olsun bir nersini dep qo'y. Tilimiz nahayet pasahatlik deydi. Mesela Qızılra vaqtiki tushni mandaq tercüme qildik deymiz. Su boydani mandaq tercüme qildik. Sunwokongni g'arbki sayohatni mandaq tercüme qildik. Bizning tilimiz nahayet güçlük deymiz. Rasma Mesela yana bir perspektivdan qarab baqayli, yana bir nuqtadan qarab baqayli. Bir milletning tili, bir musulmon milletning tili bir royibni mollam deb tercüme qilsa, bir Xitayning bir vezirini Jimollam deb tercüme qilsa, bu til kuchlikligi bo'lamdi, ojizlik bo'lamdi bu til. Mesela bugünkü zaman Türkçüsüde yoki Osmanlı Türkçüsüge qarasak, özünün Osmanlı'nın padişahını padişah deydi. İran'ınkini şah deydi, Angliyanınkini kral deydi. Yani Müslüman bo'lmaganda kral deydi. Özününkini ayal olsa sultan, hanişni yani. Sultan, nimininkini, Angliyanınkini kral elçi. Yani Türkçe'de Müslüman bo'lmagan dini, siyasi, gevde yoki shaxslarga ayrim söz var. Hristiyan bo'lamdi yoki Buddist bo'lamdi, rahib deydi ular. Molla demaydi, shayx demaydi. Bizning u kadar pasahatli degan tilimizga qarasak, Xitoyning siyasi ve dini gevdelerini ve shaxslarini ayrim isbotlaydigan sözümüz yok. Mollam, hafiz, şeyh qilib etgan tercümelerde. Xitoyning nimelerini, bu saqlı var nimesi var, rivayetlerdeki bulutun üstüde uçurduğun Xitoylarni evliya deymiz biz. Bu küçüklüğü bizden tilimizden evliya degen nimi? Hatta o kadar işinişlik ki, mesela emir ile halifenin farkını unutup kaldı bugünkü Uygurca. Emir degen nimi, halife degen nimi? Arap birleşme, yani United Arab Emirates'ni Arap birleşme halifeliği deymiz biz. Halifelik mi şu? Ya ki Arap birleşme emirliği mi? Halife degen nime, emir degen nime? Bilemdik farkını bugünkü Şincanlıkla. Yani bu seviyede kardeşlerim. Bizden tilimizden evvali bu seviyede. Ve emeliyatta bizge nahayet tilimiz pasahatlik deb gösterilgen tercümeler bizden tilimizden nahayet pasahatlik ve küçüklüğünü gösterdi yoki aciz noktalarını gösterdi deb o'ylab bakın qancha adam var bizde. Bunu bir o'ylab bakayli. Sunullam deb tercüme qilgan til küçüklüğü mü, acizligi mi bu? Şuncha yıl, neçe 100 yıllar hatta 1000 yıl bu Buddistlarla hoşuna yaşayan bir milletning musulmanning dinli adamı işiltidigan sözden başka Buddistning dinli adamları işiltidigan sözü hiç yok mu? Çağatayçını bir varaqlab baktık mı? Ularga qarta işiltidigan başka sözümüz var mı yok mu deb. Bu yani bir nokta. Endi yana bir söz çıkdı.
Claim, yani bu siyasette bu claim degan so'zmi naytı muhim so'zning birisi. Men hozirgacha bundaq bir tal so'zni jumlani tarjima qilib uzatmay, ko'rgan Uyg'urning hammasiga meni Uyg'urcham yaxshi ema, Uyg'urcha anda qilma, so'yima, bo'g'izlayman, bunda tarjimalarni qilgan degan odamlarga birli jumla bermayman. He claims he is the king degan jumlani menga tarjima qilib beringlar desam, menga kelgan eng jiq ikki tarjima bu. Birincisi, u o'zini podshoh deb oldi. Ikkinchisi, u o'zini podshoh deb e'lon qildi. Bayatın deganimdek, podshoh degan Osmonlininkini podshoh deydi. Angliyaninkini podshoh desek, bizning tilimizning qanchalik ojizligini, qanchalik kambag'alligining ifodasi bu amaliyotda. Bu nuqtani tashlab qo'ydim, tamam. Uni so'zlab oldim. Endi kelaylik claimga. Inglizchadagi claim Uyg'urchadagi qaysi so'zga teng keldi? O'zini podshoh deb oldi degan so'zga teng kelamda claim degan. Yoki bo'lmasa o'zini podshoh deb e'lon qildimi? Ya'ni inglizchada claim I am the king deb claim qilish boshqa, I am the king deb declare qilish boshqa, e'lon qilish boshqa, yoki announce qilish boshqa. Ya'ni claim deganga podshoh deb e'lon qilib aytmasimi? O bir yerga men podshoh deb vaqirib aytmasimi? Claim qilib bo'ldi inglizchada. Undan Uyg'urchada bu so'zning naq tushadigan so'z nima? Bugungi Xinjiangchada yo'q. Bu da hem fiil shaklida keladi claim, hem my claim desangiz ism shaklida keladi. Nima bu so'zning Uyg'urchasi? Bugungi Xinjiangchisi nima? Yo'q. Undan Osman nima Chag'ataychaga qarab boqaylik qarindoshlar. Aslidagi Chag'ataycha. Chag'ataychada mundaq bir so'z bor. Iddia. Iddia degan Chag'ataychadagi so'zimiz o'zini niqobli bilish, saxta qiyofatga kirib bilish, mudda, arzu degandan keyin yana bir ma'noda keldi. Ko'rsanglar, qattiq talab, da'vo degan ma'noda keldi. Yani bu qattiq talab degan ma'nosi iddaning inglizchadagi claim degan so'z shu. Yani u o'zining podshohligini qattiq talab qildi deyish boshqa, u o'zining podshoh ekanligini iddao qildi deyish boshqa. Bugungi inglizchadagi so'zlar, ya'ni bu mashruiyatini claim qilish deganlar siyosat ilmidagi eng muhim, eng aqlli narsalar. Mesela bugungi bizning surgunlik hukumat deyilganlarning mashruiyati bormi? Mening mashruiyatim bor deb iddia qilamdi. U iddaosini isbotlay olamdi degan siyosiy narsalarni, siyosat ilmidagi terimlarni tushunish uchun, munozir qilish uchun bu so'zlar bo'lish kerak. Yoki nima deymiz? G'ulom Osmon chiqib surgunlik hukumatning mashru qonunliq ekanligini qattiq talab qildi demdik. Bugungi Xinjiangcha bo'yicha. Amaliyotda Chag'ataychaga qarasak, shunchalik fasohatlik, bugungi siyosatni, bugungi dunyo siyosatini tushunadigan eng nochi, eng fasohatli so'zlar Chag'ataychada bor. Undan keyin deymiz, ya'ni bu iddao desammi, voy turkchada nakirdi deb bizning turkofobiklarga turkda yurigi chiqadigan. Iddao degan turkcha gap emas. U turklarmi iddao degan so'zni Osmonlichadan olgan. Ulan çünkü Chag'ataychalar Osmonlicha degan asosiy jihatdan bir til, faqat grammatiksi, ancha-muncha so'zliklari o'xshamaydi, ammo asosiy lug'ati, asosiy so'zliklari bir til ishkelisi, birisi sharqdagi, birisi g'arbdagi turkcha. Shuning uchun Chag'ataychaga qarasak, bugungi narsalarda bizning tilimiz ifodalanmaydigan narsaning hammasi Chag'ataychada bor. Hammasi emas, ko'pi bor, nurg'uni bor. Şuna texmi trajikomedik ahvolni ko'rsatib qarindoshlar. Shunga qaranglar. O'ttirsadan Xinjiangchani chiqarib etdim. İngilizce bugungi Turkiya turkchisi va bizning Chag'ataychaga qaraylik. State turkchada davlat, Chag'ataychada davlat, davlat emas. Country turkchada o'lka, Chag'ataychada o'lka. Nation turkchada ulus, Chag'ataychada ulus. Legitimate Türkçe'de meşru, Çağatayca'da meşru. Illegitimate Türkçe'de gayrimeşru, Çağatayca'da gayrimeşru. Claim Türkçe'de iddia, Çağatayca'da iddia. Xitayning o'tgan 70 yilning tilimizning nima ish qilganini ko'rdinglar mi? Bugungi bu Xinjiang Uyg'urchasi demasdan biz Chag'ataycha ishiltirgan bo'lsak, lug'atni bugungi dunyo siyosatini tushuna oldik. Bugungi dunyodagi siyosat ilmini tushuna oldik.
Devlet kuruşqa kerak olan en mühim sözlerde bizde battı, biz düşüneleydik. Ama Xitay öyle bir şunda bir kasaplık kıldı ki bugünküdek yani birinin tiliga o'xshaydi bugünkü tilimiz. Hech nimaga yetmaydi tarjima qilaman desa. Masalan, u kitobni tarjima qildim, bu kitobni tarjima qildim. Tamam, tarix kitobini tarjima qila olaysan. Manchi yili kuni miyada manda bo'ldi, ana o'tdi, mana chapdi, tamam. Lekin tarixshunoslikning nazariy kitobini tarjima qila olamsiz? Xalqaro munosabatlar to'g'risida Brzezinskiyning tarjima qilingan kitobi bor. Nima? Cho'ng shaxmat taxtasi deb tarjima qilingan The Grand Chessboard degan kitob. Haliqi kitobning tarjimasini Millatlar nashriyotida Beijingda tarjima qilganki, tarjima qilganning Alloh balosini bersin yani. U Brzezinskiyning yozgan kitobi emas, u ma'noda emas u kitob. Butunlay bu Xinjiangchi bilan asli ma'noning hammasini yo'qotib, masalan, deyli he claims he is the king degan jumlani o'zini podshoh deb oldi deb tarjima qilsangiz, u o'ltirib chala tarjimani adam o'ltiradi deydi-ku. Chala tarjima qilingan kitob millatni o'ltirdi qarindoshlar. Shuning uchun Brzezinskiyning yozgan kitobini agar qiziqsanglar uyg'urchasini o'qimanglar qarindoshlar. Inglizcha o'rganib inglizchasini o'qinglar. Ikkisi ikki narsa. Aloqasi yo'q bir-birisi bilan. Shunga bizning tilimizning ahvoli bu. Tarixni tarjima qila olasiz. Tilshunoslik to'g'risida bir narsani tarjima qila olasiz. Chunki bizda Xitoyning yo'l qo'ygan bir ijtimoiy sohasi bor. Ijtimoiy fan sohasi taraqqiy qilishiga yo'l qo'ygan tilshunoslik. Uni qanday bo'ldi bilamsizlar? İngilizchadan qaramchisiga, udulsiga, nayt qaram shaklda shu tilshunoslik degan sohaga kerak bo'lgan so'zlarni nayt radikal shaklda julib akiraliganligi uchun bizda tilshunoslik degan soha bor. Mesela o sözler qaysi? Grammatika, sintaksis, leksika, fonetika degan sözlerini akiraliganligimiz uchun bizda tilshunoslik degan bir narsa bor. Bugun Uyg'ur tilidan, bugungi Xinjiangchidan grammatikani chiqarib o'tdim, fonetikani chiqarib o'tdim, sintaksisni chiqarib o'tdim. Uyg'ur tilini tadqiq qilib bo'lamdi shu 3 so'zni chiqarib olsangiz? Bir parcha ilmiy maqola yoza olamsiz shu 3 so'z bilan yo'qlab olsa. Qığılınmaydı. Şununla o'xshash, shu so'zlarni qo'rqmay, julib akiralganligi uchun tilshunoslik degan bir soha taraqqiy qildi bizda. Ya'ni shunga o'xshash nurg'ulg'an so'zlarni. Bu faqat vakil xarakterli. Ammo xalqaro munosabatlar, jamiyatshunoslik, insonshunoslik degan so'zlarda bu so'z Uyg'urchimi? Nima ana tilimizni ishlatmaymiz? Ulus degan xalq degan gap kanda, yo emas, undaq gap emas. Ulus degan boshqa gap. Biz aslında julub akirmay miki-mikilik qilg'ashqa, chala savatlar, bu sahani tushunmaydigan qarqosaqlar, aqsoqollik qilib o'tag'ashqa, bu sohaga eng kerakli bo'lgan xuddi tilshunoslik, grammatika, fonetika, sintaksis degandek so'zlarni ashunda muhim so'zlari boshqa sohalarda akirilmagashga xalqaro munosabatlarni o'rganmaysiz, siyosat ilmini o'rganmaysiz, jamiyatshunoslikni o'rganmaysiz. Bugungi o'zimizning tili bilan Ügengil olmaydı. Ama biz bu sözlerini ekirsek, onun ile teklifini qanday qilib ekirish metodu to'g'risida bir teklifimni oxirida sunaman qarindoshlar. Bizning yo'limiz ichiladi. Bo'libmi mandaq trajik komik yani. Bugungi turklar bilan dunyoni isbotlaydigan so'zlari bizning ajdodimizning Çağatayçısı bilan o'xshash holda ekan, biz yana o'ttirsida deltidek, g'itmakdek bir tarjimalarni qilib, sarangdek jurvatqimizda, ya bu bir trajik komedik ahvol bu. Bugungi lug'atni Xinjiangliklar tuzib bergan abjaq lug'atni axlatchilar tashlab o'tib, Çağatayçı lug'atni ochsang, ya'ni 70 yilning oldingi lug'atni ochsang, butun dunyoni tushunsa. Yani bu kadar bir trajikomik bir ahval bulamdı o. Yani külüşünü ya jığlaşını bilemeye kalıyordu çoğu adam. Ötken 70 yıl tilimiz üstügümde til degen terakki kılıp mağudu. Tekimi köpüyüp, tekimi canlanıp, kengeyip mağudu. Onda kengeyip mağmağan til taraydı, işletişleri deriz tarayğan sıra kembeğelleşip gidiyordu, yoqap gidiyordu. Bizden tilimizden tilshunos degan odamlarmi o'tgan 70-80 yilning oyog'i
bu tilning qatli qilinganligini, bu tilning shilib ilinganligini, bu tilning yo'qotilayotganligini, doirasining kichiltilayotganini ifodalash kuchining, har bir so'zdagi urg'u kuchining xuddi davlatning davlat qilingandek. Bu ahvolni tilshunoslarimiz vaqirish kerak, yezish kerak. Tilimiz manda doirada ojizlayotidi. İddia degan so'z yo'qotildi bizning tilimizdan. Bugun claimni tarjima qila olmaymiz degan so'zlarni deyish mening majburiyatim qarindoshlar. Mening mas'uliyatim bu. Qine bizning diplomolog bizni folklor o'qidik, bizni fonetika o'qidik, bizni o'qidik, filologiya, bizni doktorlari. Sizlar ko'midinglarmi o'sha ishlarni necha yildan yog'i? 70 yildan yog'i. Ya tilimiz aşta güzel mi? Yani mesela deyli Uyghur Nations degan David Brophy'nin kitabını bizden Dabşapqali tercüm kıldı Uyghur milleti de. Oşunun tercümesini biraz antropologiyadan haber valla insan şunası. Aş tercümeye qarab muş tercüme güzel oldu dedinler mi? His kılanmadınlar mı şu antropologiyadaki noktanı tercüm kılanması mesela Uyghur Nation degen gapning bizden bugünkü Şinjan'daki Uyghur milleti degen gap emasligini his kılanmadınlar mı? Bu iş bana kalamdı qarindoshim. Mening ishim bu. Men chiqmagicha chiqib bu terjimalar bandaq ahvol mandaq berbat demigicha bu nimish qilishlar shunasidan qilg'ashinglar nima? His qilamidinglarmi Türkçüdeki manda o'zining hukumatining mashruiyati olduğunu iddia etti degan jumlani bular hukumatimiz qonunliq dedi deb tarjima qilib oshiningdan rohatmisizlar? Binormallik his qilmamsizlar terjimalardan. Türkçedeki aşı gap, muşu Uygurçadaki muş tercümesi doğru mu? Şunun için biraz istemim olsun. Yani bizdeki bu diplomolog ictimai fendeki 3-4 adamdan başka bu nanqipilik, bu haram tamaklık, bu akmaslık bu milletine bir şey çıkıyor ahiriste. Ben bundaki tüzülüp gitayım ki de çıkmadım bu programını. Bir şey dediğimde birincisi halkımızga söz verdim bu to'g'risida. İkincisi keyingi avlodlar bugungi yashaganlarning hammasining o'xshash emasligini bilish uchun bir xotira qolsin deb qo'yatim qarindoshlar. Ha bu yerdan qutulimiz desak, o'ngshaymiz desak nima ish qila olamiz? Ya'ni bu faqat vakil xarakterlik bir soatning ichiga to'shqizish uchun vakil xarakterlik qildim. Bunda so'zlardan xalqaro munosabatlar sohasida men tizib qo'ygan 120 tal so'z bor. Uyg'urchaga jiddiy tarjima qilinmasi bo'lmaydi. Ve bugünkü tercümesi bütünlüğü hata bo'lgan. Başka sahalarni qo'shsak, mesela antropologiyani qo'shsak, cemiyatshunaslikni qo'shsak, tarixshunaslikni yani, tarixchilik emas, tarixshunaslikni, tarixning nazariyasini tadqiq qilgan tarixshunaslikni qo'shsak, belki de 5-600 hatta bir 7-800 kasbiy bilimning tili kirishi kerak bizga. Biz ijtimoiy fanlarni o'rganmaymiz. Bunaqa Shaufoning chiqib, bunaqa Urumchining Hangchongning bir yerning tili bilan yerim Xitoycha, yerim Uyg'urcha ishlatgan qabilning lavzi gaplar to'lgan tili bilan siyosatni tushungan olmaydi qarindoshlarim. Bu tilning bir fasohati va kuchi va urg'usi va ifodalash kuchi va naq shu ma'noni bildiradi. Mesela nationda bir qarorimizni beraylik-da. Bu so'z millatmi, xalqmi yoki davlatmi, nima, qaysi? Bu da qabatga kelaylik. Bana bu ahirki teklip qiynamaydi bir narsa var. Mana qarayli. Mana bu qarindoshlarım, bu nation degan so'zda mushu g'arb mediasini xato ishlatdi-ku aminasini. Ya'ni O'zbek National deb gapirdim. Mana ko'ryapsizlar, Amerikaning CIA'ning fact book'i har qaysi mamlakatlarga countrylarga münasibetlik, dünyadagi 193 memleketga münasibetlik uçurlarni yig'digan CIA'ning fact book degan bir narsasi bor. Bu narsada bu so'zliklarni eng to'g'ri ishlatgan birisi shu, yana birisi BDT. O BDT degan kelimada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti emas, o United States emas. United Nations. O BDT Birleşken Devletler Teşkilatı degan tercümemi Şinjançı Teşkilat, Şinjançı tercüme. Hata ameliyatda. Nega qarayli? Fact book qarayli CIA'ning. Qarasak O'zbekiston to'g'risidagi uchur biti bu. Qarasak shunday narsani ko'ramiz. Nationality degan so'z bor. Asli qarasanlar O'zbekistonni deydi.
Devlet teveligi Özbekistanlık deb tercüm kıldı bunu. Ama international kelgahtıda xalqaro ulab qoldi. Nation degan so'z davlat olmasdan xalq o'zgarib qoldi hozirgi Şinjanchida. Uning ostidagisi qaraylik. Ethnic groups degan yerda O'zbek, Tojik, Qozoq deb yozadi. Bugungi millet Uyg'urchadagi, bugungi Şinjanchadagi millet degan so'zning inglizchadagi qarshiligi nation emas, ethnic group, ethnicity tang bugun. Masalan, qaranglar, mana bunda tushunasizlar. O'zbekistondagi ethnic groups desa, u bugungi Uyg'urlar qanday tushunadi? O'zbekistondagi millatlar deb tushundi. O'zbek va Tojik va Qozoq va deb tushunasizlar, shundaqmi? Demak, bu ethnicity degan narsa Uyg'urchadagi millat degan ma'noga kelib bo'ldi, ya'ni Uyg'urchadagi millat mushu darajaga tushirilib, qo'yilib bo'lindi, tugdi. Turkchadagi millat bilan Uyg'urchadagi millat o'xshamaydi deyishimning sababi shu. Turkchadagi millat nation, Uyg'urchadagi millat ethnic group bugungi ma'nosi. Undan sonra nationality deganni siz ulus deb tarjim qilsangiz, nation deganni ulus deb ham Chag'ataychidan akirib turklarga o'xshash hal qilsak, nationality degan so'z ulusiy bo'ladi. O'zbekistoniy degani O'zbekistonlik bo'ladi. Ethnic groups degan millatlar deysiz buni qiz. Men yeniga Sharq Turkistonning misolini berib qo'ydim. Nationality mesela mening nationality'im nima? East Turkistoniy bo'ladi. Inglizchada O'zbekistoniy degandek. Ya'ni ulusiy Sharq Turkistonlik. Ethnic groups, milletler qaysi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz. Ya'ni siz bunda ishlasangiz, tushunishlik bo'ladi, hamma narsani tushunasiz. Endi bu birdeklikni saqlash uchun men misollarning olib qo'yishim kerak. Mana birdeklikni saqlash uchun qarang. Mundaq shiltalaymiz. People deganda xalq deyli. Ethnicity deganda millat deyli. Bugungi ma'nosi shu millatning. Nation deganda ulus deyli, nationality deganda ulusiy deyli, legitimate deganda mashru deyli, state deganda davlat deyli, country deganda mamlakat deyli. Zaten o'lkani o'ltadi hozir. O'lka desa odamning qalbisi xanam bir jonsu keldi zaten. Mamlakat deyli, claim deganda iddia deyli. Hozirgacha xato tushungan bir kitobni desam ish ketadi-da. Siyosat ilmi to'g'ri bir bobni tushuna olasiz, mushu bir qancha so'zni to'g'ri tarjima qilsangiz. Bu kadar oddiy amaliyotda. Bu country'ni bizdam davlat deb, state'ni bizdam davlat deb, ya'ni nation'ni bizdam davlat deb, bizdam xalq deb. Masalan, international nim deymiz ma'no tushganda nation degan so'z o'g'andiki ulusni birdek insansak, uluslar arası deymiz. Xalqaro emas. Uluslar ara deymiz. Türkçede nima uchun uluslar arası deydi internationalni? Nimidan akagashga. Osmonlichidan ag'ashqa so'zni. Biz nima ish Chag'ataychida olmaymiz? Türklasi bo'ldi-ki, biz azaqdan bo'ldi. Yana bir narsa qaraydi. Men oxirisida men taklifimni sunib ikki misol beray. Shuna bugungi taklif qarindoshlar, yuqorida ko'rgan misollar. Bunda misolliq so'zlardan yuzlarcha va yuzlarcha u vaqt yetmaydi, shunga vakil xarakterliklarini berdim. Birinchisi, agarda bizda ziyoli deydiganlar rost bo'lsa, mening qarashimda qilish kerak bo'lgan narsalar shu. Birinchisi, ijtimoiy pallarni o'rganish uchun kunimiz Şinjanchisining yetmaydiganligini e'tirof qilishimiz kerak. Bu bir haqiqat. Unda kuchli emas bizning tilimiz, bugungi tilimiz. Berbat tarjimalar chiqadi. Misol versam tugamaydi, ammo 1 soatga to'shqizish uchun mishada to'xtay. Oxirisida yana bir misol beraman, u texnik bu ichinishlik bu. Ikkinchi, qanday qilamiz unda olsa? Ijtimoiy pallarning har biri uchun kichik bir qo'llanma shaklida lug'atchaqlar tuzilishi kerak. Bu yerda bir jumlani aytay. Uyg'ur akademiyasi degan bizning diplomlik Aqbas Nanqiplarning dövrisining bir programmasini ko'rdim. Bu yerda bir doktor, turkologiyada doktor bir ayol chiqib shuni deydi. Biz tilimizni bilim tili qilish uchun ona til maktablari ochdik deydi. Ona til maktablari bugungi bizning tilimizni bilim tili qilish uchun ichilamdi. Ona til maktablari bir tilning mavjudligini saqlab qolish uchun ichildi. Bir tilni bilim tili qilaman desangiz, u tilda universitet ochasiz. Bir doktorning davatgan gapi bu. Qarindoshlar. Bugun biz universitet ocholmaymiz, ammo tilimizda bilim o'rgangil bo'lgan til qilishimiz uchun nima ish qilamiz? Universitet ochamisak, har bir soha uchun lug'at ishlab chiqamiz. Jamiyat shunoslik uchun Uyg'urcha qo'llanma.
İnsanshunoslik uchun Uyg'urcha qo'llanma. Nima uchun? Tarixshunoslik uchun, fizika uchun, kimyo uchun, matematika uchun, kompyuter sohasi uchun qo'llanmalar ishlansa, bizning tilimiz bilim tili bo'lib mang'alaydi. Bilimni o'rganadigan til bo'la oladi. Bugun fizikaga yetmaydi Uyg'urcha. Hech nimaga yetmaydi. Yana tilimiz bek kuchli, andaq til, bu til yo'qolmaydi. Yo'q, unday emas. Bugungi Uyg'ur tili bir qabilning tiliga o'xshaydi. Tercümelerimiz trajikomedik, hatta bu iş o kadar nima bo'lganligi uchunday, bu kadar ciddi mesele bo'lganligi uchun shuniday, bizning tercümelerning asosiy ko'p qismi tercüme qanday olibdi deb menga aytadi. Sel ko'nglim yiqiroq odamlar bo'lsa udulli deyman. Yeji qizdaklar tercüme qilibsizlar deyman. Udulli deyman. Asal jiroqroq odam bo'lsa ko'nglimni og'ritmay deb gapirmayman. Tilimizning avalini shu deb qo'yman. Ama bizden asas kılınıvatkan tercümeler, bulupmu nazirivi nesler kılınıvatkan tercümeler tam yiyici kızının tercümesi kırındaşlar. Onda bulmaydı tercüme. Hoş, yani tekstipimge kiley. Aldı bilen bunu etraf kılgan diken bu tılının evalini. İkincisi nimi tüzüş gerek, lügatla tüzüş gerek her bir sahaya. Lügat tüzüşte kanda metod işiltimiz, yani metodologisi nimi buldu. Kanda kısak en doğru şekilde çıkalayımız. Bu doğrusu benim tekstipim şu. Aldı bilen bir qancha kişinin bir grup şekilleniş gerek. Bu adamlar bugünkü Uygurçını, yani Şinjançını biliş gerek. Çağatayçını bildiği adamdan bir eşkisi gerek. Bugünkü Türkiye Türkçüsünü bildiği adam gerek ve İngilizce bildiğin adam gerek. Bunun koşup şu lügat tayarlanıvatkan sahadan bir adam buluş gerek. Mesela cemiyetşunaslık boyunca lügat düzlüvatkan olsa cemiyetşunaslıkның adamı buluş gerek bir tal. En azdan. Antropologiya yoki insonshunaslik to'g'risida tuzilayotgan bo'lsa, insonshunaslikdan birisi bo'lish kerak bu guruhning ichida. Xalqaro munosabatlar bo'lsa, xalqaro munosabatlarni tadqiq qilgan odamdan birisi bo'lish kerak. Shuni anondan keyin bu guruh tashkillangandan keyin inglizchada qaysi narsani ishlatamiz? Mening qarashimda Amerikaninkidan yiroq turish kerak inglizchada, Angliyaninkini asos serish kerak. Cambridge yoki Oxfordning inglizcha izohli lug'atini, sohalarning izohli lug'atini ishiltish. Undan keyin bugungi Şinjanchada bo'lsa, to'g'ri tarjima qilindi deb qarasa, uni ishlashsi bo'ldi. Ammo Şinjanchada yo'q so'zlarni, bugungi bizning tilimizda yo'q so'zlarni, bu hamda claim deganning bugungi Şinjanchada qarshiligi bo'lmasa, yoki xato bo'lsa, bunda davaldi degan gap xato bo'lsa va yoki hajvi bo'lib qolsa, hukmlarni eng avval Chag'ataychidan izlash. Abay ko'ginlardek iddia, mashru, ülke degandek so'zlar bor. Chag'ataychida izlash birinchi. Chag'ataychida yo'q bo'lsa, bugungi turkchadan bevosita elish. Chunki bugungi turkcha zaten Osmonlichadan oladi, Chag'ataychilik munosabatlik va akademik maqolalar yozilgan turk tillarining ichida eng jiq akademik maqola yozilgan til turkcha. Agar turkchadan olsak, biz keyingi akademik maqolalarni o'qigan vaqtimizda tushunish nimamiz yuqoriroq bo'larmiki deb o'ylayman. Shunga avval Chag'ataycha qarash kerak, Chag'ataycha yo'q bo'lsa bugungi turkchada elish kerak. Agar turkchadan elinsa boshqacha ma'no berib qo'ydigan, yo hajviy bo'lib qoladigan, yoki boshqa bir narsa bo'lib qoladigan narsa bo'lsa, inglizchadan bevosita elish kerak so'zlarni. Masalan, grammatika, grammar degan inglizchadan bevosita elingan so'z. Syntax. Shuning uchun mana shu metodni ishlashsa, mening qarashimda har bir sohaga bizdan lug'at tuzilsa, biz inglizning nima deyotganini tushunamiz, dunyoning nima deyotganini tushunamiz va bir-birimiz bilan nima deyishayotganimizni tushunamiz. Avval so'zlar birlikka kelish kerak hukmlar. Va mustaqillik da'vosi qilyapmiz deb 70-80 yil men deyman-ku, qilayotganimizning 60%ning hech qanday foydasi yo'q, 30% xoinlik, 10% foydaliq. Hozir chet elda bizning xalqning qilayotgan ishlari, tashkilotlarning. Agar bir millat bo'lib, bir davlat bo'lib, biz davlat quramiz desak, akademiklar eng oldida mangdi. Tashkilotlar mangmaydi, xalq biznesini munozara qilyapsa, voy xalq ma'non qiziqibdi, matemada maqola yozayli demaydi akademik degan. Xalqqa agashmaydi. Akademik degan xalqqa o'zi muhim, to'g'ri, ma'nosi muhim degan narsani yezib ketaverdi, xalq uningga agashadi. Bizning ziyolilarimiz u qadarki, ya'ni bizning ziyolilar
Xalq biznesini tanış kelsa, shu to'g'risida yig'in ochdi, matemida qisab biraz haq bizga chavakchalikka yurak verdik edi. Agarda biz davlat qurimiz, millatni biz tik turg'izimiz desak, birinchi bo'lib narsa ziyolilar oldida menish kerak. Ziyolilar o'zaro bir-birini tushunish uchun bir lug'at bo'lishi kerak oldida. Lug'atchaqlar har qaysi sohalar to'g'ri. Ondan keyin biz o ziyolilarning, ya'ni xalq ma so'z degan nima? Masalan, ulus degan nima? İddia degan nima? Deganda bir lug'at bilan ama iddia degan so'z manda ma'nosi bor. Manda ishiltsa degandan keyin u xalq yangi narsa o'rgandi qaranglar. Bir millet yoki bir jamiyat qachon bir yangi bosqichga o'tgan bo'ladi, qachon yangilik yaratgan bo'ldi. Ya'ni bir xalqning yangi bir davrga qadam qo'yganini nimadan bilamiz, neyden bilamiz? Bir milletning yangi hukmlarni ishiltishidan bilamiz. Mesela bir qabiledek yaşayotgan bir millet, ya özümüzden alaylı, 30-cı yıllarda, 20-ci yıllarda feodal bir cemiyet yaşayotgan biz 30-40-cı yıllara kelgende bizning tilimizga qaranglar. Telefon kirdi bizga, aeroplan kirdi. Bizning tilimizga poyezd kirdi. Bizning tilimizga teatr kirdi. Yani meyli bu ictimai pende yoki tabiiy pende olsun, teknologiyada yoki minida yeni hukmlarning guldirlab kirishi va xalqning u so'zlarni ishlatishga boshlashi ularning yeni bir davrga o'tganini ko'rsatdi. Texnologiyada uni ilib iste'mol qilish uchun yeni so'z o'rgangan bo'lsa, bu ijtimoiy fan deganmi, shu tabiiy fanga o'xshash narsa. Bu ijtimoiy fanda mingingizning ichiga yeni hukmlar kirganda mingingiz yechiladi. Shuning uchun bugungi Uyg'urlarning mingisi bugungi dunyoni tushunishga yetmaydi. Chunki mingimiz tar Şinjanchi bilan bo'g'ib etilgan. Biz bunu üzüp tashlamay turib, biz bunu yerib chiqmay turib bu chambarni, men tansing deyman-ku. At sunukoning nimasini beshig'i kiygizib qo'ygan. Buni tushunolmaydi. Bu inglizning imdod qilgani bu Şinjanchi kallı bilan, Şinjanchi tafakkuri bilan, Şinjanchi lug'at bilan tushangil olmaydi. Bunu buzib tashlash kerak. Bunu buzib tashlashni nada qilamiz? Lug'atlar bilan qilamiz. Xalq xuddi kichik baliq qaranglar, apa olma degan nima, daraxt degan nima deb so'zlik hukmlarni o'rganish bilan ana tafakkuri yechiladi. Ijtimoiy fanlarda shu, ulus degan nima, iddia degan nima, mashru degan nima, g'ayri mashru degan nima, davlat bilan ulusning farqi nima? Buni o'rganish orqali xalqimizning zehni yechiladi amaliyotda. Jiqlar deydi, biz ulus deganni tushunamiz, bu gapga biz qarshi deydi. Ya sen tushunamaganingni va tushunmaydig'ingni bilma. Zaten sen bu ulus degan so'zni tushunsan, 70 yillarga davlatni qurib bo'lsa zaten. Shu seni qurmusun deb, shu tushunmaydigan qilib qo'ygan. Uni nimish qilganini, qanday qilganini bilamiz, tushunamiz biz uni. Va sening tushunmaydig'ingni emas, bundan keyin tushunmaydig'ingni biz bilamiz. Chunki tiling bosqinchilik uchrab bo'lgan. Til orqali tafakkuring bo'g'ilgan, mening bosqinchilik uchrab bo'lgan aziz millatim. Bu yerdan chiqishning yo'li ziyolilar tatib chiqadi qo'limizda. Ziyolilar şu lug'atlarni tuzsa, biz tarjimani odamdek tarjima qilishni o'rgansak, u vaqtida bizning ishimiz ichiladi. Yo'limiz ichiladi, biznesning tafakkurimiz ichiladi, biznesni tushunishga qarab mangamiz. Endi texmo bir ajbi bir qiziqarli bir narsani ko'rsatib qo'yay qarindoshlarim. Oldi bilan bu lug'atlar tuzilsa qanday tuziladi? Aslında bir kallamdaki misallarni beray. Masalan, birinchisi inglizcha legitimate degan so'z nima desa, mashru bu bir sifat. Misalda izohati axloqiy va ijtimoiy o'lchamlarga uyg'un bo'lgan davlat, hukumat va taxtga bo'lgan varislikning asosini belgilashda kerak bo'lgan axloqiy va ijtimoiy asos legitimate degan gap. Legal degan gap bo'lsa qonuniy asosi va qonunliq narsa. Tamam? Ankin legitimatening bo'lishsiz shakli illegitimate, g'ayri mashru deymiz. Anki buning ism shakli va mashruiyat, legitimacy. Bu so'zni qanday qo'llanamiz Uyg'urchada? Birinchisi, hukumat o'zining mashru ekanligini iddia qildi. Ikkinchisi, mashruiyatini yo'qotgan hukumat yiqilishga mahkumdir. Uchinchi, o'rta asrda shahzodalarning taxtga chiqish uchun mashru farzand bo'lishi talab qilinadi. Anaki oxirgisi qilayotganing qonunliq bo'lishi mumkin, ammo g'ayri mashru. Mana bunda bir narsa bo'lsa, Uyg'urcha o'rganayotgan inglizlarni legitimate deb kirgizsa, manda bir narsa chiqsa, ha, mashruka deydi. Bugungi lug'atga ingliz bo'lib o'ylab beqing. Legitimate deb kirgizsa, bugungi inglizdan birisi lug'atga qonunliq deb chiqadi.
Legitimacy degani qonunliqligi deb chiqadi. Undan so'ng legality deb bo'lsa, uni qonunliqligi. Bu ingliz Uyg'urcha tushunalmadi o. Balki bunun bo'lishsiz shaklini ko'rib bakay illegitimate deb yozsa haramdan bo'lgan deb chiqadi bugungi lug'atlarda. Ya bu inglizlar Uyg'urcha bir maqola inglizcha bilan Uyg'urchaga tarjima qilsa, the prince is illegitimate deganda nima deb tarjima qildi bu lug'atlar bilan? Shahzoda qonunsiz demda. Shahzoda amal yo'q deydi, haramdan bo'lgan deb tarjima qildi. Ama mandaq bir misal bilan manda bir şekilde her bir sözge bir yerim bet yoki bir bet işletilgen şekilde manda bir lug'atingiz bo'lsa, ha bu inglizlarmi yoki ingliz tilida so'zlaydiganlarmi Uyg'urcha tarjimani ko'rgan vaqtida malı bir millatga deydi, malı bir qabilaga demaydi. Biraz bir sapayimiz olurdu, tilimizning biraz kuchi olurdu. Bu da misal. Ikkinchisi nation. Mesela tuzildigan lug'atda mandaq bo'lsa, nation ulus isim izohati bir yoki birdan ortiq millatdan tarkib topgan xalqlarning o'z hokimiyatini tiklagan asosda mustaqil davlati bo'lgan hali. Buning sifat shakli ulusal, national, turlanish shaklları uluslararo international, ulusi nationality, qo'llanishi yoshsun ulusumizdan istiqloli. Ulusal futbol komandamiz uluslararo musobaqa qatnashadi. Amerika prezidenti ulusal muhofazachilar qo'shinini ko'chalarga chiqadi. Mesela Amerika'daki National Guard'ni nima deb tarjima qildi bugun? Davlat mudofiachilari deymizlar. National Guard davlat mudofiachisi emas-ki, davlatni mudofaa qilmaydi-ki o. O nationning o. Mesela bir futbol komanda state'ning mi, davlatning mi? Davlat futbol komandasi deydigan bir gap bo'lamdi. Siyaset ilmi nuqtasidan davlat boshqa narsa, nation boshqa narsa. Millet başka neyse yani milli komanda Türkçedeki milliye qarab milli komanda devammanlar ya Uygur'un milli komandası emas o Şarkı Türkistan milli komanda desenler Çağatayçı aldıdaki milletini işletsenler bu vaqtida sizler Şarkı Türkistan milleti anlaymasa Şarkı Türkistan deyişinler gerek. Eğer milleti anlaymasa Şarkı Türkistan deyişten qo'rqib oy pan Türkistan ben Uygur deydi qadam bo'lsanlar Şarkı Türkistan milli futbol komandası demenler. Çünkü millet degan eğer Uygur deb ishlatsanlar Şarkı Türkistan'a milliyini işletmeysizler. O yerge ulusalını işletisizler. İkisining birisiga qarar veringlar. Şarkı Türkistan milli komandası degan adam mening millatim Şarkı Türkistan deyishinglar kerak. Eğer mening millatim Uygur desanglar East Turkestan National Team deganda Şarkı Türkistan milli komandası deb tarjima qilolmaysizlar. Uni Şarkı Türkistan ulusal komandası deb tarjima qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bundaq misollar bilan nima qilsak, bu masala hal bo'ladi. Muş misal verilgende her bir betki bir tal sözünün işte izahatını verse ve bunu kompüterleri database kılıp bunun bir application yazsak İngilizlarmı nation diye Uygurca degen gap people degen nemo dese xalq deb çıksa nation degen ulus deb çıksa state degen devlet deb çıksa country degen memleket deb çıksa İngilizlarning kallasida bir narsa indi qoladi. Bu narsa bek teskiyalik Xitoyning bir bosqinchilik qilib etgan, buzib etgan narsani qaytadan o'ngshab buni tushundirish tepekkürü mingisinin işçi basqınçılıqqa uçrab bo'lgan mingini asliga qaytirish, uning bilan bir narsani so'zlashish, munozara qilish u qadar teski. O mümkün emas ish bu. Shuning uchun mening yoshlarga, yangi o'rganguvchilarga deydiganim, Uyg'urcha, inglizcha lug'at ishlatmanglar, qarindoshlarim. İngilizcha, Türkçe, Fransuzca o'zining tilidagi izohatli narsani o'rganib oldi da. Mesela İngilizce'de claim dese aslında İngiliz tushuntirishni o'qib tushunib, İngilizce ishlatgandan keyin bir mezgil bir 4-5 yil tadqiqotinglar ya o'rganishinglarda o'zinglarning tilida Türkçe, İngilizce ishlatib 4-5 yil minib beqinglar. Andan keyin keyninglarga burilib Uyg'urcha, ingliz lug'atlarga qarab beqinglar. Ay ko'nglingiz yashib ustiga qusupli qo'yganlar kelamdi ekanman shu vaqtda ko'rsizlar. Bütün tercüme, bütün hemen ise tam iyice kızının tercümesi bugünkü tercümeler qarindoshlarım. Yeni bir en kinoylik bir narsani ko'rsatib qo'yay. Mana bay so'zlab bo'ldim ya. Mushu nimaga? Ya'ni nationality desa East Turkistani deb, nation desa Uyg'ur deb yakpay so'zlamaslik uchun bu CIA'ning fact book'iga bir qarab baqsanglar, nationality deganni Uyg'ur demaydi. Yoki O'zbek demaydi asli. O'zbekistonni deydi. Bizmo East Turkistani bo'lish kerak to'g'risi, Sharqi Turkistonlik bo'lish. Bu davlat tavalligi emas, chunki qarindoshlar ham bu qaraja holatni so'zlab bo'ldim, ya'ni ki o'xshash gap qildi chiqmasin. Endi texma hajvidan birini ko'rsatay.
Şunun qaranlıq qarindaşlar. Yana bir xalqaro munosabatlarda yana bir muhim bir gap bor. Deterrence. Bugün qarsanlar deterrence'da Uyg'urchada cheklash kuchi deydi bugungi Şinjanchida. Ama işin qiziq yeri bugünkü Türkçede caydırıcılık deydi bu. Mesela American deterrence dese Amerika'nın caydırıcılığı deydi. Amerika'nın caydırıcılığı. Uygurçada Amerika'nın cheklash kuchi deymiz. Yani bugünkü Şinjanchida qarindaşlarım ban degan mi cheklash, forbid degan mi cheklash, prohibit mi cheklash, sea denial degan dengizdan cheklash, deterrence degan mi cheklash. Yani İngilizce'de qancha so'z bo'lsa, xalqaro munosabatlarda bir-birisiga o'xshamaydigan qancha tane söz olsa Uyg'urchada hammasi cheklash. Buni qanday farq etasiz? Ma deterrence deganni cheklash kuchi deb tarjima qildi bugun. Buning hajvi yeriga qaranglar. Osmanlıcada buni satvet deydi. Osmanlı satveti deydi. Osmanlıning boshqalarni ürkütadigan kuchi degan narsa. Deterrence. Bugungi Türkçe caydırıcılık. Çağataycha qaranglar, satvet bizdimi bu ameliyat. Satvet degan so'z Çağataychidimi bu? U vaqtdagi ma'nosi shiddat bilan besib kirish, qattiq hujum deb tarjima qildi. Bugungi yoshlar ma'nodiki. Yani nima uchun biz Osmanlıcada ala caydırıcılık deb so'z chiqaribdi-da deterrence'ga. Biz onu cheklash deb yana desam yana shu yeji qizdek tarjima qilgandan bizmi Çağataychidan satvet degan so'zni ilib Amerika satveti deb ishlatsak nima bo'ldi? Amerika'nın cheklash kuchi, boshqalarni ürkütüş kuchi, qo'rqash kuchi, qo'rqitish kuchi. Yani satvet degan so'zning izohatini mendan so'rasanglar, men deterrence'ning izohati shu. İqtisadi, harbiy, siyasi ve başka yumuşak ve qattiq kuchlar bilan başka devletlerning yoki başka memleketlerning to'g'risi qilmoqchi bo'lgan bir ishni qilmoqchi bo'lgan niyatidan yandirish kuchini deterrence deydi İngilizce. Amerika'nın deterrence, American deterrence power degan shu. Biz satvet deb ishlataylik. Amerika satveti, Türkiye satveti deb ishlasak nima bo'ldi? Yakımızı bir sözde uydurup çıkaylı. Yakımızı Türkçenin caydırıcılıkını udulla alaylı. Amerika bu Şarkı Canubi Asya'ga ayrıpıla her bir gücünü bu yer yötkeş arkalık Xitayni caydırmakçı dep işilteyli. Ben forbid degendeki cheklash bilan bu cheklashning farqi var çünkü. Birisi bir narsani forbid qilsa ma'ni qilish shakldagi cheklash. Ben qilsimi shundaq cheklash. Sea denial degan dengizga chiqishidan biroqla rad qilishda va uni bir cheklash deb tarjima qildi. Dengizdan chekladik deydi. Shuning uchun satvet Osmanlıda eng jiq uchraydigan so'z Osmanlı satvet deydi. Bir vazirlari boshqalarni oldiga kirganda sen bizning kralimizga boshaq egil desa, men egilmayman, Osmanlı satvetini saqlayman deb turdi vazirlar burungi davrlarda. Men buni burun Çağataychida bağlığını bilmeydim ki Çağataychida mı satvet baki. Biz nima uchun ishlatmaymiz, boshqalar ishlatsa? Nima uchun bir tilimizning tuzak fasahati va kuchi va urg'usi? Nima uchun davlat deymiz? Aslida davlatgan go bizda bu. Shuma qarindoshlar, ya'ni ma bu xalq davlat tamsil nimdisanglar, meni da'vatqim ziyolilarmi, akademiklar nima uchun davlat deb yozmaymiz? Çünkü Gongsandan o'zgartib qo'ydi. Shu Gongsandandan keyin izchil minishimiz kerakmi? Shunga amdilqi matil shurasida AA'ning ojizlashishi u bu degan narsalar bor. Men u yerga hozir kirmayman çünkü mening nazarimda vaqti hozir emas. Ammo uni da'vatqa odamlarmi, ma'ning ojizlashishi, tilni buzib etgan deganlarmi bekorga da'vatmaydi. Uning nurg'un sababi bor. Mening taklifim ziyoli atalgan diplomliklar Çağataychini bir içip körp qilinglar. Çağataychi lug'at ko'rishma bizga qoldi hozir. Çağataychini içip bir körp qilinglar va bugungi tarjimalar bilan Çağataychiga tarjima qilib qilinglar nimani. Çağataychi hukmlarni ishiltib tarjima qilib qilinglar turkcha anglagan so'zlaringlarni. Mandaq ichinishlik kunda biz mushuni nima uchun tilshunoslar bayqamaydi qarindoshlar. Mana bo'lamiz. Mana qaranglar. Türkçe bilen Çağataychi o'xshash. Bizning tilshunoslarimiz, til tadqiqotchilarimiz yo'q country degan davlat deb yuradi. Nation degan millat degan gap shu deydi. Amniyatda bugungi Türkçedagi ulus bilan Çağataychidagi ulus o'xshash. Legitimate degan qonunliq degan gap shu. Yo'lliq deydi.
Your government is illegitimate dese Uygurca'da. Senin hükümetin yolsuz diye okşaşmayan başkası. Illegitimate government'ni yolsuz hükümet deb tercüme kılamdı. Okşaş yapma şu. İngilizce bildik Allah ve Uygurca bildik Allah uylap yapınlar. Okşaş yapma şu. Şunun için qarindoshlar, ay to'shib 15 minut o'tib ketib qopti. Elimi az qilib ekanman. Aziz qarindoshlarim, bugun misollarni ko'z tutishga tirishganimdek, bizning tilimizning avvali bu. Rahibni mollam deb tarjima qilgan, Xitoyning darvishlarini sheyxim deb tarjima qilgan bir tilni biz fasohatli kuchli til deydigan bir yerda biz. Amaliyotda fasohatmi? Kuchliligimi? Bizning Xitoyning buddisi ishiltigan boshqa so'zimiz yo'qmi? Endi bugungi zamonaviy so'zlarni ishiltishdimi, avvalimiz u. He claims he is the king desa, o o'zini podshoh deb avvaldi deb tarjima qilamiz. Onun keynidan legality and legitimacy de avvalimiz bu. Deterrence sözü cheklash. Hamma nima cheklash. Yüzlach söz var qarindoshlar. Mening shaxsan topganim 128 ta söz topdim. Xalqaro munosabatlarga munosabat Uyg'urcha tarjima qilib bo'lmaydigan. Onunki mushu tilimiz bilan xalqaro munosabatlarning Berzinskining kitobini tarjima qilamiz va Uyg'urlar bizning xalqimiz uni o'qiydi, xato tarjima bilan. Onunki biz xalqaro munosabatlarni bildik, o'rgandik deymiz. To'g'rimi ash tarjimalar? Mesela Uyghur nation degan Uyg'ur millati deb tarjima qilish to'g'rimi? Nation degan nima degan gap inglizcha? Uyg'urchadagi millat degan nima degan gap? Ha? Jungoda 56 millat var ki millat bilan Uyg'ur nationdagi nation o'xshash gapmi? Shuning uchun chala savatlar yoki chala tarjimonlar odam o'ttirdi. Chala tarjim qilingan kitoblar olsa xalqni millatni o'ltirdi qarindoshlarim. Bizning diplomlik nanqiplar o zaten bunu qilinglar deb sizlardan biz nas kutmayman zaten sizlarni Xitoyning akademik sahani egallab ish qilmay joyida jimida o'tirish uchun qurilmagan bo'lsanglar hayron qolaman hozirgi ahvolda. Ammo yosh ziyolilar turkcha yoki inglizcha va yoki fransuzcha va yoki yaponcha o'qiyotgan ziyolilar Uyg'urcha bu qilinayotgan tarjimadan ichinglar beyarammi, beyaram emasmi? Ash narsalar to'g'rimi? Men xatolashdimmi bugungi tarjimalarda? Fikringlarni, zuvaninglarni ichib, ma to'g'ri, ma xato demaymi, shundaq beshonlarni chatirqinlik tiqmush bitib ma'yivasanglar jumida bu millatning apirib ko'mimiz bu millat yo'qoldi. Muzeyda so'zlashimiz anan ekan. Ma bu mening hozir ma so'zlayotgan videolarimni keyingi tarixchilar muzeyda qo'yib qo'ygan video bo'ldi. Bunlarning hammasi beshini chatirqib tiqolmabdi-ki, ba'zilari chiqiribdi-ki, paqraydigan beshini ko'tarib chiqqanlar batdi-ki deb muzeyga qo'yib qo'ydi. Shuning uchun ziyolilar o'zinglarni yosh ziyolilar maydonlarni ko'tarib tuzuk odamdek chiqmasanglar, zaten 15 yildan keyin muzeyga tayyorlangan kiyim-kechaklarni olib qo'yinglar. Muzey qo'yib qo'ydi bu millatning muzeyi. Kelgüsüdkiler muzeyden gördüğün eserlerimizde. İyanı kılımız ki muzeyler kiyimlerimizde. Şunun için aziz qarindoshlarım bu programma müşahede tüydü. Bugün bir söz vergen, va'da vergenim boyunca bu programni qilishga tirishdim. Abi bir şey dediğimdek 50 tal 40 tal sözünü misal verip durup bir akademik maqala yazilish kerak asli. Meni hozir qilishimda akademik maqala shaklida qilish kerak. Lekin bu diplomlik nanqiplarning ishini mi, yani akademik maqala yazib yani manda qilinglar deyishmi, menga qaldimi degan shaklda bas soldim rostini desam. Chunki mening saharim mening ishim emas bu. Lekin hech kimning bu to'g'risida bir og'zini ochmaganlarga qarab ishim pushdi rostini desam. Shuning uchun bu programmani qildim. Programning ancaq acizlik nuqtalari bor albatta akademik nuqtadan. Ammo bu meseleni oturup koyuluş gerek ve hal kılınış gerek mesele. Hem adam özünün tılıda, özünün turvatkan memleketinin tılıda bir nersi yazsa acayip dikkat kıldı doğruluğa. Ama özünün ana tılığı kelgen vaxtıda bu ana tılının qanchalik berbat işkenligiga közünü yumup yağandım bizne bakıp gün össü bulduğu şeklinde 1 gram hürmeti yok hiç qaysının özünün ana tılığı. Yani birisi hemmisi başka özü yaşayotgan memleketning tilida acayip yazıdı akademik maqalni özünün tilida yazmaydı. Çünkü yazanmaydı. Yazgılı bo'lmaydi. Tilimiz yetmeydi. Men ulus
meşru, nihayi desem, nihayi dep türkçüdün sözü kiripti deydigan çala savatlı var bizde, qarı qosaqlar. Çağatay içini hiç bakmaydigan. Ondaki meşru degan sözünü işletse, meşru degan şariatga uygun degan gap, bu sözüne tushunmay ishlatibdi deydigan qapak başlım var. Onun asli Çağatayçıdaki ma'nosinin o işkelligini bilmen, Osmanlıçıdaki ma'nosinin şu işkelligini bilmen. Ama Türkler şu sözünü ekirip, ma'nosini o'zgartib, bugünkü bir ilmi, bilimdeki bir sözünü ifadalash uchun a sözünü anda ekirip durup, manda ishlatgan metodunu mu bilemen? Şu metodunu biz ishlasak nim bo'pti degan yerim var mening. Mesela aldı bilen Çağatayçı qaraylı, Çağatayçı yo'qos Türkçe qaraylı, Türkçe yo'qos İngilizceden julupla alaylı bevosita ve bu til taraqqiy qilsin, kengaysin, bilim o'rganishga, başka ijtimoiy fanlarning nazariy narsalarini tushunishga yetadigan alg'i kelsin. Bu bo'lmay turib davlat qurish emas, qarindoshlar, tashkilotni mi mang'uzolmaysiz? Tashkilotning siyosiy programmasini mi yozolmaysiz? Sözümüz qanday yazsız? Siyasi partiya qurduk deydi mesela bazılar. Siyasi partiyanın ideologiyasini mesela mefkure degan söz, ideologiya degan sözün nimeligini mi tushunmagachga siyasi partiya va ideologiyasi yo'q. Ya'ni kebab deb satıdı, zıh va go'sht yo'q ustida. Go'sht yo'q, kebab bo'lamdi. Shunga o'xshash ideologiyasi yo'q partiya bo'lamdi qarindoshim. Ufqumlar nimaga kemmagachga u ideologiya bilan bu partiyanın münasebetini mi tushunmagachga bu işte g'ajviy ishlarni qilamiz. Onun keynidan söz ufqumlari bo'lmag'achqa siyosiy mesela da'vo qilyapmiz, ben planni yozdim deydi Alloh. Bir tashkilotning yoki bir siyosiy partiyaning yoki bir surgundagi hukumatning siyosiy programmasini yozg'idek til bormi bizda? So'z bormi tilimizda? Yo'q. Shuning uchun bugünkü programını müşahede ayaklaştıray. Ben dedim o buvayladın, momayladın benim çok ümidim yok. Ama yaşla benim bu diyen nesemde anlagandaki bir oyduş bekanlar. İngilizce ya Türkçe ya Japonca ya Fransızca, Germanca okunan nesanlarını lügat ile tercüm qilib bekanlar. 3 cümleni tercüm qilib bo'lamdiki. Andiki benim davet qildim to'g'ri mu yoki xato mu? Fikirlarni bana yazsanlar, bildirsanlar, yoki ikra etib so'zlasanlar, qarshi olmay qarindoshim. Aziz vatandoshlar, ko'ngilingizga diqqat berganingizga rahmat. Manas daryosi bo'yidagi taslimiyatchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.